nima uchun hamma boyib keta olmaydi? Kimdir mahsulot sotadi yoki kimdir g'iybat sotadi. Dilbar Usmonova ham psixologga borganmi? O'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Yoki sizlar o'ynab pul topasizlar. Maktab direktorlarini ham sanlab o'qituvchilarni urishganini eshitganman. 100 xil xarakterga tushishga majbur bo'lasiz. Lekin bitta narsa faqat ustozga bog'liq bo'lmaydi. Pul topgandan keyin yarashib ketishdimi? Oilasi janjal bo'lganini ham bilmaysiz-da, bilasiz. Pul kelib turibdi-yu. Aslida psixologiya ham hammasi Qur'ondan olingan. Xuddi shunday qarasiz. O'zinglar millioner bo'lavermasdan meni opachamni ham millioner qilinglar. Bu yil necha ming dollar saqlab tarqatiladi. Pul bor joyda sevgi bor degan yangi maqol keldi hozir menga. Assalomu alaykum. Yana bir podkastimizda sizni xush ko'rdik. Agarda bizni podkastlarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, biz har safar turli kasb egalarini, ayniqsa psixologlar, biznesmenlarni taklif qilib kelyapmiz. Bugungi podkastimiz ham mana shunday biznes ledini juda ham katta qirralarini ochishga va ularni hayot davomida olgan bilimlarini, omad yo'llarini biz bilan bo'lishiga sababchi bo'ladi degan umiddaman. Demak, bugungi mehmonimiz siz taniydigan va juda ham go'zal va mashhur, bilimli, tajribali katta biznes ledilardan bo'lgan Dilbar Usmonova. Xush kelibsiz studiyamizga. Dilbar opa o'zlarini bilimlari bilan, olgan tajribalari bilan ko'pchilikni yodida qolgan va hozirgi kunda ham minglab shogirdlar yetishtirib kelmoqdalar. Va bu hammaga ham emas, Dilbar opa, chunki bilimini bera olish va uni yuqtira olish ham hammaga berilmagan. Va siz shu bilan birgalikda insonlarga, ayniqsa ayollarga o'zlarini moliyaviy erkinligiga chiqishiga katta yordam berishga sababchi bo'ldingiz. Mana shu bilimlarni bugun bo'lishga tayyormisiz? Albatta, avvalambor assalomu alaykum. Gulnoraxon, albatta, nima uchun? Chunki o'zingizga yoqqan narsani va o'zingiz natija olgan narsani albatta barcha insonlarga, ayollarga albatta o'z bilim tajribalarim bilan bo'lishga tayyorman. Rahmat. Men Dilbar opaga bugun kutilmagan savollar bilan murojaat qilishga harakat qilaman, chunki ustoz juda ham bilimlari katta va ko'plab podkastlarda javob berganlar ko'p savollarga. Bugun harakat qilaman ushbu podkastimizda endigina biznesga qadam qo'yayotgan insonlarga va biznesga qadam qo'yganu, ammo qaysi yo'ldan davom ettirish bilmayotgan, bu yog'iga nima qilish bilmayotgan ayollarga yordam berish maqsadida umuman olganda biznesda nima muhimligi haqida gaplashamiz. Va albatta kutilmagan yana boshqa savollar bo'ladi. Gulnoraxon, demak hozir siz ya'ni birinchi qadam bosmoqchi bo'lgan, ya'ni o'zbek ayollariga qanday qilsa muvaffaqiyatga chiqadi, qanday qilsa tadbirkor ayolga aylanish mumkinligini hozir aytib o'taman. Albatta bu yo'lda harakat, sabr, nafaqat bu meni sohamda, har bir sohani o'zini mukammal o'rganib, o'sha sohani ichida pishib, qo'rilib, balaniga, pastiga turib olsa, sabr qila olsa, har bir sohada muvaffaqiyatga erishish mumkin albatta. Dilbar opa, menda bitta savol doim meni bezovta qiladi. Nima uchun hamma boyib keta olmaydi va nima uchun mana shu og'riqlari ko'p bo'lsa ham kimdir shu marrani bosib o'tadi va natijaga erishadi, yana kimlardir esa umuman bu natijalarga chiqa olmaydi. Buni tagida nima yotibdi? Mana shu natijaga chiqishga aslida nima kerak, nima yetmayapti? Albatta, bu menga juda ham ko'pchilik inson savol beradi. Bilasiz, Gulnoraxon, men ko'pincha ayollar bilan ishlaganimda qadriyat bilan, ya'ni ilohiyat bilan boshlaymiz, chunki har bitta birinchi qadam, ya'ni bizda shunaqaki, muvaffaqiyat yo'li A va B yo'li bor. Ya'ni mana maktab davrida o'qiganimizda ham alfabetda A harfidan o'tamiz va keyin B harfiga o'tamiz, to'g'rimi? Har doim men shu narsani boshlaymanki, hech qachon siz ikkinchi yo'lga o'ta olmaysiz. 24/7 ishlasangiz ham agar birinchi chiziqdan A yo'lidan o'tmas ekansiz, albatta muvaffaqiyatni kutmang deyman. U A yo'li nima? A yo'li bu o'zi hayot chizig'ingiz bo'ladi. Chunki bilasiz, duolar insonni taqdirini o'zgartiradi. Menda juda ham ko'p ayol qizlar, hattoki yigitlar, hattoki oilaviy bizda shunaqangi juftliklar ishlaydi. Ularga har doim aytamanki, birinchi biznesga kelganda birinchi ilohiyatdan boshlaymiz, ya'ni qadriyatdan boshlaymiz. Nima uchun? Chunki boyi A yo'li deganimiz
xuddi man doim aytamanki biza katta yo'lga chiqdik, trassaga deylikda, A nuqta. o'sha yo'l Ya'ni. A nuqta, ya'ni A nuqta, ya'ni Toshkentdan to Samarqandga yetib borguncha deylik o'rtada bir masofa bor. O'sha masofada deylik mana shu yo'llarda yamalar bo'ladi, to'g'rimi? Agar o'sha yamalar yamalmagan bo'lsa, o'sha 4 soatli yo'lga 8 soatda ham yetib bora olmaydi va o'sha g'ildiraklar yo'lda to'xtab, yorilib, ya'ni yo'l chetiga yetib qoladi. Inson hayoti ham xuddi shunaqa bamisoli. Ya'ni o'zini hayot chizig'idagi o'sha yamalarni yopib bormas ekan, undan muvaffaqiyat kuta olmaydi. Shuning uchun men har doim aytamanki, alfabetda A nuqtasini A harfidan boshlab, keyin B harfiga o'tamiz. Mana shu yamalarni aytdingiz, bu hayot yo'lida yamalarni nimalarga o'xshatsak bo'ladi? Bu yamalar har xil narsa bo'lishi mumkin. Avvalambor birinchi niyatdan boshlaymiz. Bu niyat juda ham muhim. To'g'ri, har bitta shogird aytadi, ustoz, men yaxshi niyat bilan biznes boshlaganman deydi. To'g'ri, buni hech kim inkor qilmaydi. Hammamiz bu dunyoga kelamizki, yaxshi niyat bilan boshlaymiz. Birinchi yaxshi niyat. Lekin bu mana shu hozir sanab o'tadigan, ya'ni vazifalarim uchun biz pul to'lamaymiz. Buni pulga ham sotib olmaymiz. Aslida niyat. Ikkinchisi fikr. Chunki fikr juda ham muhim. Insonni yoningizdagi qanday inson bilan siz muloqot qilyapsiz? U pozitivmi, negativmi hayotda, yo nafrat bilan yuribdimi, yoki nima desam bo'ladi? Pozitiv deymizmi? Bu juda ham katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ko'pchilik mana shu biznesga kelganda fikr muhim. Kimdir hayotida muvaffaqiyat sotadi, kimdir muvaffaqiyatsiz sotadi, kimdir mahsulot sotadi yoki kimdir g'iybat sotadi. Hamma bu dunyoda sotish bilan keladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, avvalo siz muvaffaqiyatga chiqishni xohlasangiz, niyat, fikr va rozichilik uchinchisi. Rozichilik juda ham muhim. Boya aytdim, rozichilik buni kim bilan inson mana lekin siz bir paytda o'zida hammani mendan rozi bo'ladi deb aytolmaysiz. Lekin siz agar o'zgarsangizgina, albatta inson atrof sizga nisbatan o'zgaradi deyman. Rozichilik bu nima? Aka-uka, opa-singil, ota-ona, qaynona, qaynota. Vaholanki atrofimizda shunaqa insonlar borki, ya'ni rozi. Men shogirdlarim mana hattoki nikoh ham 3 marta rozimisiz deganda u nikoh halol hisoblanadi, to'g'rimi? Men savol beramanki, qancha sizdan shogirdlaringiz rozi bo'ladigan shogirdlaringiz bor va sizdan rozi bo'ladigan ustozlaringiz bor yoki qaynonangiz, qaynotangiz rozimi? Rozi bo'lib o'tganmi? Mana shu narsalarga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, pul topishning yo'llaridan biri hammani rozi qilish. Lekin yana bir gap bor, hammani rozi qilsang, qilolmaysan bu dunyoda deb aytadi-da. Unga nima deysiz? To'ppa-to'g'ri, har bir insonni siz rozi qila olmaysiz. Ular ham sizdan rozi bo'lishga majbur emas, lekin siz aytadi-yu, atrofni o'zgartirishni xohlasang, avvalambor o'zing o'zgar deydi. Men o'ylaymanki, siz o'zgarib, oddiy misol, mana shu qaynonasiga yaxshilik qilish ko'pchilik qizg'anadi-da. Mayli o'sha yomondir, boshqadir, lekin men har doim aytamanki, ko'pchilik mana shogirdlarim kelganda qaynanam u, qaynanam bu deyshadi. To'g'ri. O'sha siz bitta yostiqqa bosh qo'yayotgan o'sha umr yo'ldoshingiz, qaynanangizni o'g'li, ya'ni sizni turmush o'rtog'ingiz yaxshi, uni tuqqan onasi yomonmi deyman. Lekin siz o'zgarsangiz, o'sha qaynana ham sizga o'zgaradi. Mayli siz qo'lingizdan kelganini qiling, mayli u yomondir. Hech kim qaynana o'g'limni o'ylantirib, ertaga bir ikkita bolali bo'lgandan keyin ajratib yuboraman yoki turmush qilib menga yoqmasa ajratib yuboraman degan fikr niyat bilan o'ylantirmaydi-da o'zi aslida. Shu narsani ongli ravishda yoshlarimiz tushunishi kerak. Shuning uchun men aytamanki, qo'lingizdan kelgancha nima ish qila olasiz, shuni qiling. U sizdan rozi bo'ladimi? U hammasi yaratganga bog'liq deyman. Menimcha bitta siz bilan san bir og'izdan chiqadi. Agar tabassum bilan uzr bilmabman deb bitta chiroyli qilib boshingizni bunday egsa, o'sha tosh qaynana hamcha qalbi yumshab, erib, boshqacha duoga o'tadi. Mayli birinchi safar qilmasin, 2-3 marta shu narsani takrorlang deyman. Hech qatingiz kamayib qolmaydi. Agar siz hayotingiz o'zgarib, kelajakda muvaffaqiyatli yoki baxtli ayol bo'lishini xohlasangiz, shu ishni qiling. Xohlang qiling, xohlang qilmang deyman. Demak, nimaga pulga chiqa olmayapman, pul bloklarimni ochib qo'ying deb keladigan mijozlarim, mana juda ham katta multimillioner desam bo'ladi sizni. Daromadga chiqqan biznes ledi Dilbar opa aytibdilar. Aynan rozichilik ekan, birgina rozichilik. Mana bir xil chumolida ishlayman deydi-da, lekin barakam yo'q deydi. O'shalar demak borib qaynotani duosini olish kerak va duoda gap ko'p va ana o'sha sizga baraka bo'lib keladi.
Va yana bir sirni oshkor etaman Dilbar Usmonova haqida. Balkim bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkin ular haqida to'liq. Dilbar Usmonova nafaqat O'zbekistonda, balkim O'rta Osiyodagi MDH mamlakatlaridagi yagona 5 yulduzli xonim hisoblanadilar. Ya'ni Greenleaf korporatsiyasini O'zbekistonga olib kirgan birinchi ustoz hisoblanadilar va bularni atroflarida minglab shogirdlar bor. Necha ming desak bo'ladi taxminan shogirdlaringizni? Hozir dunyo bo'ylab bir 600 mingdan ortiq shogirdlarim bor. 600 ming. Dunyo bo'ylab. Dunyo bo'ylab. Qarang, Qirg'iziston bor bu yerda, Rossiya bor, Tojikiston, Turkmaniston, Turkiyaga ham bor. Hattoki hozir Dubayda bor, Ozarbayjonda. Shunaqa katta ustoz bo'lish og'irlik qilmayaptimi sizga? Buni sirlari nimada? Bo'lishing va mana shu darajaga chiqish oson bo'lmaydi albatta. Bu bir tarafdan ham mazza, ham qanaqa mas'uliyatlari bor. Albatta. O'ziga yarasha har bir kasbni o'ziga yarasha mas'uliyati bor, majburiyati bor. Ko'pchilik aytadiki, tarmoqli marketingga kirganda bu oson. Shunda insonlarni taklif qo'ysam bo'ldi, biznesing kirib ketadi, yurib ketadi. Yo'q, unaqa emas. Chunki har doim mana shu biznesda halol, harom, rizq topish har bitta inson o'ziga bog'liq. Nafaqat bu tarmoqli marketingda, an'anaviy biznesda ham xuddi shunaqa deyman. Chunki har bittamizni ko'pchilik kelgan inson bilasiz mas'uliyatni olmaydi hayotida yoki o'sha shogirdlarni oldida yoki ustozlik mas'uliyat majburiyatini olmagan holda mana shu narsa ko'proq insonlarni ya'ni minusga olib kelishga sabab bo'ladi. Ya'ni mas'uliyat olmaslik u uchun kimdir nimadir qilib berish kerak. Ya'ni bu qurbon pozitsiyasi hisoblanadi psixologiyada. Ya'ni siz uchun kimdir nimadir qilib berish kerak. Aynan shu narsani kecha o'qib qoldim. Aynan siz ham kecha bir podkastingizni shogirdlaringiz bilan qilgan ekansiz. Tagiga komment yozib ketishibdi-da. O'zinglar millioner bo'lavermasdan meni opachamni ham millioner qilinglar, Greenleafga yozilgan. Bo'la olmayapti. Men sraz aytdim-da, ishlamasa kimga kim pul bergan ki Greenleafda beradi. Misol uchun-da, bunaqa insonlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Avvalambor mana shunaqa insonlar muvaffaqiyatga chiqishmasligining sababi ular hayotida har doim kutib yashaydi. Eng og'ir, ya'ni jazo deymizmi, eng og'ir o'zimizga minus keltiradigan narsa bu aslida kutib yashash, kimdandir kutib yashash. Chunki aksariyat 90% ayollar oson pul topishi, hamma narsa tez bo'lib qoladi. U uchun kimdir nimadir qilib berishini kutib yashaydi. Yo'q. Agar men shuni aytardimki, butun O'zbekiston ayollarimizga, jamiki kim tadbirkorlik bilan shug'ullanyaptimi, hech qachon kutib yashamang. Avvalambor Allohga va o'zingizga ishoning va harakatingizga ishoning. Shundagina muvaffaqiyat sizga kulib boqadi. Demak, siz bu biznesni boshlaganingizda faqat Allohdan kutgansiz va o'zingizga ishongansiz. Dilbar opa, qarang, shunaqa katta pul topish uchun sizni ichingizda qanaqa motivatsiya bo'lganki, siz to'xtamagansiz-da, shu sirlarni bo'lishing. Kuzatayotgan hamkorlarga o'zimga ham juda ko'p Gulnora savol beraman-da. Nima uchun aynan bu imkoniyatni menga berding? Nima uchun aynan bu muvaffaqiyatni nima uchun menga berding deganda, bilasizmi, o'sha paytda go'yoki ko'zimda bir parda. Hozir eslasam o'sha narsani qo'rqib ketaman. Bitta narsa bo'lganki, faqat menga ergashgan shogirdlarni oldida yuzlarimni yorug' qil deganman. Ertayu kech mana shu narsani so'ragan Allohdan. Men shuncha pul topishim kerak. Men bu biznesni hattoki men bu biznesni olib kiraman. Men bu biznesni boshida bo'laman deb ham o'ylamaganman. Bilasizmi, shunchaki harakat qilganman. Hali qo'rquv bo'lganki, shogirdlarim ertaga ustozi meni muvaffaqiyatga chiqara olmadilar yoki aldab ketdilar degan narsa men uchun or hisoblangan. Shuning uchun tunni kun harakat 24/7 ishlashga harakat qilganman, chunki menga ergashib kelgan shogirdlarim oldi har doim shu yuzlarim yorug' bo'lishini xohlaganman. Niyat, ko'ryapsizmi? Niyat, fikr, hammasi mana shu muvaffaqiyat shu nimani doirani ichida aylanib yuradi. Mana shu biznesda o'zi psixologiya bunday yonma-yon yuradi-da, egizak tushunchalarda. Va mana shu psixologiyada mana shu sizni ham ko'rdim, o'rgandim. Masalan, Xitoyda birgalikda sayohat qildikda va siz shogirdlaringizga berayotgan shunchaki bir yig'ilib qolganda ham aeroportdan, mehmonxonadan shunchaki o'tirib qolganda ham siz ularga shunaqangi pozitiv, bir emotsional bir motivatsiyalar beryapsizda. Men eshitib o'tiribman. Men bu gaplarni men psixologiyada o'rganganman-da. Psixologiya kurslarida o'qiganman-da. Keyin men o'zimga savol berdim. Dilbar Usmonova ham psixologga borganmi? Yo'q, Gulnora, shu psixologga bormagan ekanman. Chunki
man o'zim shaxsan mana shu 17 yildan beri mana shu tarmoq ichida yurgan bo'lsam, man har doim insonlar bilan suhbatlashganim o'zida o'zim analiz qilamanki, mana shu hozir solishtirsak psixologiya bilan, ya'ni bizani qilayotgan ishimiz qanaqadir bir-biriga chambarchas bog'liqda. Mana sizlarda ham mana fikr bor deyiladi, niyat, ya'ni urug' o'sha miyangda nima bo'lsa shu narsa bu aniq haqiqat ekan. Aslida psixologiya ham hammasi Qur'ondan olingan, o'zi bundoq qarasangiz. Ko'pchilik psixologiyaga ham noto'g'ri talqin beradi. Bir eshitaman, bir noto'g'ri fikr berishadi. Aslida unaqa emas. Chunki psixologiya insonlarni aynan bizani sohamizda psixologiyani hech bo'lmaganda o'sha amaliy psixolog ham bo'lish kerak. Chunki o'sha inson ayollarimiz ko'pda. Mana shunaqa shogirdlarim ichida borki, ya'ni o'zini joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Ya'ni o'sha chet el Rossiyada, Turkiyada o'sha nima deydi, migrant deymizmi? O'sha qora ishlarda ishlab yurgan shogirdlarim juda ko'p. Lekin aynan hozirgi kunda ular hayoti o'zgarib, aynan ularni psixologik holati o'zgartirib, dunyoga, ya'ni hayotga boshqacha ko'z bilan qarab, hozirgi kunda ular aytganimizdek tadbirkor O'zbekistonimizda moliyaviy erkinlikka chiqib turgan shogirdlarim. Sizga yana bir savol. Kimlar tarmoqli marketingda juda katta natijaga tez chiqadi va kimlar chiqa olmaydi? Mana siz kuzatuvlaringiz ko'p, shogirdlaringiz ko'pda. Nima deb o'ylaysiz? Tarmoqli marketingda kimlar chiqadi? Ya'ni tashkilotchilar deyman. Tashkilotchi u har sohada. Ya'ni tashkilotchi deganda faqat biron bir tadbirni tashkillashtirish emas aslida. Yetakchi. Albatta yetakchi deyman, chunki har bitta shogirdni qalbini his qilib turish kerak. Uni baland pastlari, psixologik holatini, keyin bu joyda sabr juda ham kerak. Chunki men tarmoqli marketingga kimdir kirmoqchiman, men aytamanki, temirdan tishingiz bo'lishi kerak. Metindan iroda bo'lishi kerak va shunaqangi kuchli sabr bo'lishi kerak. Aksariyat ko'pchilik mana hayotda bundoq Instagramlarga bundoq ko'rsam, muvaffaqiyatli insonlarga nisbatan juda ko'p negativlar yozishar ekanda odamlar. Nima uchun deyman? Hayoti, chunki u insonlar, men o'ylaymanki, nima desam, ular sizlarni tilda nima deydi? Travma deydimi? O'zlarida bolalik travmalari bor, o'zlari erisha olmagan, rost. Nima uchun deyman? Mana shu insonni, ya'ni ko'rib, muvaffaqiyatidan xursand bo'lish o'rniga yana nimadirlar yoz. Balkim ular shu narsani yozib maza qilsa kerak deb o'ylayman. Chunki bilasizmi, agar menda biron bir insonga negativ gapiradigan yoki unaqa holatim yo'q, gapirsam ham bilasizmi, yuragim, qalbim og'rib, shunaqangi o'zimni bir yer tortib ketib qoladi-da. Aytaman, odamlar qanaqa shunaqa travma bilan, shunaqa negativ o'y-xayollar bilan yashaydi. Bitta nimadir chiqdimi, yomonlikka qarashadi. Yana yomonlik. Lekin hayot yomonlikdan iborat emas-ku, to'g'rimi? Biz qaysi ko'z bilan qarasak, bizga Alloh o'sha qaragan ko'zimiz bilan bizga hayot tarzimiz natijamizni beradi. Shuning uchun har bir ayollarga aytardimki, hech qachon nafrat ko'zi bilan, g'ayrlik ko'zi bilan hech qachon qaramaslik kerak. Og'ir bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham inson o'zini isloh qilib olish kerak deb o'ylayman. Aynan o'shanaqa fikrli deganlar shuning uchun ham pullarga chiqa olmaydilar. Chunki nimaga ular g'ayr ko'zi bilan ko'radi? Ko'rvati muvaffaqiyatga chiqyapti bir ayol, men shuni qila olmadim degan ichida fikr keladi va o'zini undan pastligini shu daqiqa his qilib qo'yadi va endi uni ham o'zi bilan bir xil urovengga tushirish uchun uni kamchiligini topib unga otadi gapini. Ya'ni san ham shunaqa yoki bu san qilayotgan ish ja to'g'ri emas, mana bunaqa joyi bor, ja osmonga chiqib ketmagin deb turgan narsani o'zini uroveniga tushirib, go'yoki san ham men bilan tengsan deydi-da. Bu samootsenka boshqa orqali o'zini samootsenkasini ko'tarmoqchi bo'ladi. Uni qilgan ishini pastga urish orqali o'zini qila olmayotganligini bildirmaslikka harakat qiladi. Demak, negativ insonlar shunaqa bo'ladi. Va mana shu pulga ochishni sirlarida ham aytiladiki, ya'ni bu dinda ham aytiladi. Sen pulga chiqmoqchimisan, daromadni ko'tarmoqchimisan, sen muvaffaqiyatli insonlarni yaxshi ko'r, boylarni yaxshi ko'r. Chunki sen nimani yaxshi ko'rsang, o'sha narsa senga yaqinlashadi. Aytaylik, siz kuchukdan qo'rqasizda, siz kuchuk oldiga borasizmi? Bormaysiz. Siz pulni yaxshi ko'rsangiz, men bolachani yaxshi ko'rdingiz. Bola ham sizga qo'llarini talpinib oldingizga keladi-da. Demak, biz pulga chiqishimiz uchun puldor insonlarni sevishimiz kerak. Pulga chiqishni biladigan insonlar bilan ko'proq muloqot qilishimiz kerak.
mana shu menimcha ularni kamchiligi deb o'ylayman. To'ppa-to'g'ri. Mana hozir shu maqsadga yaqinlashib keldingiz. Men boya yana uchinchisi fikr dedim-ku, ikkinchisi. Fikr juda ham muhim. Atrofingizda qanaqa insonlar bor? Men shogirdlarimdan bilaman-da. Chunki men juda ham ko'p biznes seminarlar qilamiz. Chunki tog'larga chiqamiz, dam olamiz. Ana o'sha joyda mani yutug'im ham shu joyda, shogirdlarimni ham yutug'iki, ya'ni biza bo'ldi seminarga chiqamiz ham nima uchun, nimaga deb savol berishmaydi. To'g'ri, birinchi yillar juda qiyin bo'lgan, ikkinchi yillar qiyin bo'lgan. Ularni to bu pulni shu 1,5 million, o'sha paytda 2 million yig'ish juda ham og'ir bo'lganda, chunki baribir inson o'zi uchun investitsiya qilmasa, to'g'rimi? Lekin o'sha darslarga borib, o'sha treninglarni olgandan keyin ustoz, yaxshi ham kelibman. Mana bu joyda men savol beraman-da. Mana hozir bu joyga keldingiz. Kim maza qildi? Kim mana shu muvaffaqiyatli insonlar davrasida bo'ldi? Kim o'yin kulgi qildi? Kim shaxsiy rivojlandi? O'zim deydi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Chunki inson o'ziga investitsiya qilish deganda sal orqada bo'lib qoladi. Bir hammani ham ayta olmayman, lekin aksariyat xalqimizda shunaqa nima bor, ayollarimiz ham borda. Chunki boya fikr bu juda ham muhim. Chunki o'sha atrofimdagi barcha shogirdlarimga hayotga to'g'ri ko'z bilan qarash, to'g'ri yurish, duo olish, rozi qilish, har bittasini aytgandan keyin o'zlari buni ongli ravishda tushunishadi va hayotida bu narsani tatbiq qilishdiki, hozir muvaffaqiyatda. Shuning uchun men qaysidir bir kitoblarni o'qib olib, yo chet el bir muvaffaqiyatli insonlarning kitobini, hayotini o'qib, men hech qachon trening o'tmayman. O'zim bosib o'tgan yo'l menga shu natija berdimi? Hamma ayollarga shu narsani natijam bilan bo'lishim keladi. Mana shuncha shogirdlaringiz bor atrofingizda va ularni komandani boshqarish qiyin emasmi? Qanaqa qilib siz urushmasdan, haqorat qilmasdan efirlar qilasiz, ertalab tongda turib, lidershiplar qilasiz. Hech kimni bir qalbiga og'riq bermasdan, urushmasdan, masalan, maktab direktorlarini ham sanlab o'qituvchilarni urushganini eshitganman. Kollej direktorlarini, hattoki boshqa soha vakillarida ham baqirib, janjal bilan og'riq berish orqali aytganini qildiradi. Lekin men sizda bu narsani ko'rmaganman. Balki men ko'rmagandim. Balki rostdan shunaqamisiz. Buni siri nimada? Albatta, men har doim shogirdlarimga o'rgataman, chunki biza oilada nechta farzandimiz bo'lsa, o'sha farzandimizni xarakteriga qarab gaplashamiz, to'g'rimi? Chunki men shogirdlarimga sizda 100 ta, 1000 ta shogirdingiz bormi? 1000 xil xarakterga tushishga majbursiz agar biznesingizga kerak bo'lsa. Chunki vaqt keladi. Qattiq qo'llik qilaman. Vaqt keladi, yumshoq qo'llik qilaman. Vaqt keladiki, o'sha hamma bilan dugonadek gaplashadigan joylarim ham bo'ladi. Bitta narsa siri, ya'ni qancha shogirdingiz bo'lsa, o'sha shogirdingizda 100 xil xarakter bo'lsa, 100 xil xarakterga tushishga majbur bo'lasiz. Moslashasiz. Moslashish kerak. Demak, hammani ko'nglidan joy olishga harakat qilish va unga moslashish. Shunda shogirdlarning sevgisiga erishasiz. Albatta. Demak, biznes qurmoqchi bo'lganda birinchi navbatda hammani qabul qilish, moslashish va sizni ular qabul qilgandan keyin har bitta gapingizni muhokamasiz bajarishadi. Va siz albatta mehringizni cheksiz berasiz. Men buni his qilganman. Kim sizga yozsa ham, u kibr yoqib olib, kim bo'pti? Men 5 yulduzli ustozman, bu kim bo'pti? Kecha hamkor bo'lgan, puli ham yo'q bo'lsa kerak demaysiz-da. Qanaqa odam bo'lsa ham sirazi yozasiz. Masalan, yarim kecha bo'ladimi u yoki kunduzi bo'ladimi? Qo'lingizdan kelgancha siz murojaat qilasiz-da. Balkim shuning uchun ham sizni mana shu shogirdlaringiz yaxshi ko'rar. Nima deb o'ylaysiz? Har bitta yangi kelgan inson, ya'ni mehrga, ya'ni o'sha o'zini bergan savollarga javob olishni xohlaydi. Lekin men o'zimda ham shu holat o'tganda, tanamdan o'tkazganligim uchun juda ko'p urilganman, turtilganman. Ana shunaqa menga javobsiz qoldi gaplarim. Imkon qadar harakat qilaman javob berishga. Chunki har doim o'sha yangi insonni holatiga tushishga harakat qilaman. Eslaysiz orqaga borib. Orqaga, chunki men shogirdlarimga aytaman, eski taqani hech qachon unutmasligimiz kerak. To'g'ri, Instagramni juda ham ko'p tushunmayman. Instagramga unaqa hadeb kiravermayman. Javob ham berishim qiyin, qizlarimiz bor, lekin Telegramda har doim bemalol oson kim yozsa javob qaytara olaman. Misol uchun tarmoqli marketingga mana bizani yangi hamkor bo'layotganlar ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da. Umuman hamkor bo'lib, endigina yozildi-da. Birinchi marta kimnidir bu narsaga taklif qildi. Ya'ni mana shu produktlar bor ekan, mana oilangga eko mahsulotlarni ishlatgin dedi-da, taqdim etdi. Va u daromadni ham xohladi. Lekin u odam unga
откaz berdi. Va shunaqa savollar juda ko'p. Nimaga hamma mana shu yerda mashhur bo'lib keta olmaydi yoki ishlar rivojlanib keta olmaydi yoki direktor bo'lib keta olmaydi yoki yulduz bo'la olmaydi-da, kimdir orqaga qaytib ketadi, kimdir davom etadi. Mana shu yerda отказ olgan paytda yaxshi narsani unaqa qilib turibdi, unga taklif qilib turibdi, o'zi biladi, lekin отказ oldi. Shu paytda shunaqa odamlarga nima tavsiya berasiz ustoz sifatida? Ustoz sifatida ko'pincha mana shu отказ olgan paytida, rad javobini olgan paytida yangi shogirdlar ko'pincha sinib qoladi. Endi qo'limdan kelmas ekan, endi men uddala olmas ekanman degan, ya'ni samootsenkasi tushib ketadi. Lekin aslida bizga ham xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Shunaqa insonlarga aytardimki, bitta narsa, ya'ni izlanverish kerak. Ya'ni 40 ga chidab, 41 ga chidab tashlab, ko'pchilikcha 41 ga chida olmay qoladi-da. Ana shu joyda biznesdan orqaga qarab ketadi. Chunki qarangda, biz 10 yil maktabda o'qidik, sabrimiz yetdi. Yana maktabdan keyin yana 4 yil, 10 yil kerak bo'lsa oliygohlarda, texnikumlarda o'qiladi. Umrimizni 15 yil, 20 yil o'quv bilan o'tib ketadi. Lekin o'sha uchun ham sabr bo'lgan-ku, to'g'rimi? O'sha kontraktda o'qilgan, to'g'rimi? 15 yil, 20 yil, ya'ni o'qish uchun, lekin odamlar boy bo'lishi uchun, hayotini o'zgartirish uchun mana shu kerak bo'lsa 3 oy, 1 yillik, kerak bo'lsa 3 yillik mana shu sabr o'zini ustida ishlash uchun sabr yetmay qoladi. Lekin bu yoqda boy bo'lish imkoniyatini ko'rsatib tursa-da, lekin shu narsaga bilmayman nima uchundir sabr yetmay qoladi. Men o'zim psixologik tahlil qilib ko'rdim-da. Men bir paytni o'zida mana shu ham psixolog sifatida ham mana shu tarmoqli marketingda baribir ichiga kirdim va atrofdagi insonlarni o'rgandim-da. Va qanaqa insonlar bu yerda ko'proq barq urib gullab ketadi degan savol berganimda, menga o'zimga javob keldi. Hozir shuni siz bilan tekshirib olmoqchiman. Birinchidan, umuman puli yo'q, nolga o'tirgan va hech qanaqangi chiqish eshiklari qolmagan. Ya'ni tarafdan ham ko'mak yo'q, oiladan ham ko'mak yo'q, tashqaridan pul kelmaydi va sayohat tugul yeyishga noni yo'q yoki qarzda qolib ketgan yoki umuman eshik yo'qda, eshik qolmagan. Shunaqangi bir eng pastga tushib bo'lgan, podvoliga kerak bo'lsa tupikka kirib bo'lgan insonlar chiqa oladi deb o'zimcha o'yladim. O'shalar yuqoriga chiqib ketar ekan. Ikkinchisi, haqiqatda shu sohani mahsulotini sevdi-da va uni bu yoqda pul qiziqtirmayapti. Shunchaki o'zi pul topadigan eri bor, lekin unga davra qiziq. Go'zal ayollar jamoasi, izlanuvchi ayollar, har doim sahnalar, sayohatlar va yaxshi jamoa kerak bo'lgan ayol ikkinchisi bo'ldi. Va uchinchisi esa shunchaki o'zi nima qilish bilmayapti, yo'lini topa olmayapti. Qani shu yerda yurib ko'rishchi dedi-da, sho'ng'ib ketdi. Mana shu toifalarga bo'lganman. Qaysi biri to'g'ri buni? To'ppa-to'g'ri. Hozir 3 ta variant aytdingiz. 3 xil holatida 3 xil toifadagi menda liderlarim bor. Hattoki hali tupikka kirib nolga tushib ketgan ayollar ham kerak bo'lsa o'sha o'zini tirmashib muvaffaqiyatga chiqish uchun harakat qiladi. Ana o'shanaqa tupikka kirib nolga kirgan ayollar ham harakat qilmaydigani ham bor. Bu degani nolga kirdi, 100% endi harakat qiladi demaydi. U o'ziga bog'liq. U o'shanda o'lib ketish ham tanlaydi. To'ppa-to'g'ri. Chunki unda harakat bo'lmaydi, shaxsiy o'sish, rivojlanish uchun kuch topa olmaydi. Harakat ham qilmaydi. Erinadi, erinchoqlik ham bo'lishi mumkin. Menga shu ham bo'laveradi. Chunki sababi mana shunaqa kategoriya shogirdlarim bor. Pulga zor, muhtoj, ko'karib tepaga, ya'ni muvaffaqiyatga chiqqani bor, ya'ni o'sha muvaffaqiyatsizda faqat kutib yashaydi, aybdor, hamma aybdor. Bu jamiyat ham aybdor, ustoz shogird ham. Unaqa aybdor qidiruvchi shogirdlar ham kelgan. Endi boya ikkinchisi aytdingizki, ular shunchaki kollektivni yaxshi ko'radi. Hamma yog'i bor, lekin qarangki, o'sha hamma yog'i bor bo'lib turgani, ya'ni unaqa kategoriyalar ham keldi. Ya'ni shunchaki o'sha iste'molchi bo'lib qoldi, kimdir unaqa liderlikka da'vogar qilmadi, lekin o'sha hamma yog'i bor, ekoproduksiyani yaxshi ko'radi, butun eri bilan sayohatlarda yurganu, lekin hayotida, qalbida, tub-tubida, ya'ni men ham nimadir qila olarmikinman degan, ya'ni o'zida kuch topib, ana o'sha ayollar ham hozirgi kunda muvaffaqiyatli ayollar bo'ldi. Aytolmas ekansiz buni, ya'ni bu yo'qchilik buni majbur qildi yoki borchilik majbur qildi deya olmas ekansizda. Bu insonni yana qanaqadir o'ziga bog'liq bo'ldi.
Va uchinchisi tasodifiy kirib o'ralashib mana shu sohani ichida yurib tasodifiy muvaffaqiyatga ham chiqib qolgan ayollarni ko'raman. U tarmoqqa tushunmaydi, odamlar bilan muomala munosabatni bilmaydi, lekin ishi faoliyatni bilmaydi, lekin ko'ryaptiki, ishonyapti atrofida shunaqa ustozlar bor, shu Greenleafda yoki umuman tarmoqda yaxshi pul topish mumkin degan ishonch bilan ham kirib qolgan shogirdlarim ham bor. Shuning uchun men aytamanki, aynan sen zo'r bo'lib ketasan, sen qila olasan, sen qila olmaysan degan har bitta inson qila oladi, agar ichida kuchli ishonch, kuchli duh baland bo'lsa, menimcha har bitta inson qila oladi. Xohisham baland bo'lishi kerak bu uchun. Mana shu pulga ochilish haqida ko'p men treninglar o'taman, kurslar yarataman va sizni oldingizga ham nima qilsam pulga tezroq chiqaman degan savol bilan kelishadimi? Lekin deydi, men hamkor qila olmayman, kompaniyada eplolmayapman deydi, lekin men pulga daromadga chiqishni xohlayman deydi. O'shalarga mana shu pul ichida yurgan inson sifatida, mana pul nima qilsa keladi, nima qilsa kamayadi bilasiz. Nima maslahat bergan bo'lardingiz? Boya aytdim-ku, o'sha pulga ochilish degani boya ilohiyat bilan bog'lanadi. Undan boshqasi yo'q. Demak, Allohdan so'rash va qalbni tozalash, hammaga bo'lgan negativ, xafachilik, travmalardan qutulish. Bu psixologiya o'rtoqlar. Qarang, yana aylanib kelib, aslida men psixologiya o'qimasam-da, lekin o'zimni hayot tajribamdan aytyapman, mana siz o'zingiz tasdiqini aytib turibsiz psixologiya deb. Demak, pulga ochilish uchun psixolog bilan ishlashingiz kerak ekan, qabulimizga yozilishinglar mumkin. To'g'ri. Chunki haqiqatda men juda ham ko'p tarmoqli marketingda chiqolmayotgan, yuqoriga chiqolmayotgan ayollar juda ko'p kelganda, men hamkor qila olmayapman-da, shu ochib bering meni deydi-da, gaplashsak, uni kovlaganimiz siz aytgandek, kimdadir xafachilikda qolib ketgan, qayerdadir kimdandir xafa va o'sha xafachilik tugunlarini ariqdan olib tashlaganimdan keyin Alloh bergan rizq shovullab suv bo'lib shuni oqib keladi-da va sirazi tozalanadi. Sirazi yoshadi. Bugun deydi 3 ta hamkor qildim deydi. Qarang, rostdan ham pul bizani ichkarimizdagi xafachiliklarni tozalaganda yana ko'p keladi. To'g'ri. Dilbar opa, mana shu O'zbekistonda kuzatyapman. Mana juda ko'p tarmoqli marketing bor, lekin hech qaysi kompaniyada men do'konlar ochiqchasiga ochilib, ichida hamma bemalol xohlagan 5000 xil tovarni sotib olib, bozorga borganda yurganini ko'rmaganman, to'g'risi. Va bugungi kunda agar sizda statistika bo'lsa, O'zbekistonda nechta Greenleaf do'konlari ochiq va nega boshqa kompaniyalarda do'konlarni biz bunchalik ko'p ko'rmaymiz, Greenleafda juda ko'p? Chunki bilasiz, Greenleaf juda ham katta holding, juda katta korporatsiya hisoblanadi. Xuddi makro korzinkaga kirib bemalol savdo qilgandek, Greenleafda ham hozirgi kunda O'zbekistonimizda 300 dan ortiq o'zini viloyatlararo, ya'ni o'zini do'konlari bor, ekomarketlari bor. Nima uchun aynan deyman, men ham o'zimga ko'p savol beraman. To'g'ri, boshqa kompaniyalarda ham bor, ular zakazga ishlab, zakaz orqali, ya'ni o'zini mahsulotini olishadi. Aynan Greenleaf o'zi katta qudratli ishlab chiqaruvchi korporatsiya bu, ya'ni 6 ta yirik davlatlarni o'z qamrog'iga olganligi uchun va hozirgi kunda mana shu demoqchimanki, juda ham bir bu ham korporatsiya tanlaganda ham shu narsaga ham e'tibor berish kerakki, ya'ni juda katta holding, boy korporatsiya bo'lishi kerak. Chunki hozir bilasiz, O'zbekistonimizga juda katta furalab, juda katta tonnalab, ya'ni tovarlar keladi. Butun respublikaga, ya'ni logistikasini ham qo'yganki, har bitta do'konlarga o'zi yetkazib beradi. Bu nimaga? Chunki hozir bilasiz, 21-asr qulaylik. Hamma inson komfortni yaxshi ko'radi, kutishni yomon ko'radi, to'g'rimi? Nimaga hozir Greenleaf aynan trendda bo'lyaptiki, oddiy iste'molchi ham yugurib borib magazindan, tayyor do'kondan, ekomarket, ya'ni Greenleaf do'konlaridan borib bemalol mahsulot sotib oladi. Misol uchun to'g'ri kompaniyalar bor, zakaz qiladi, zakazingiz 10 kunda, 15 kunda keladi. Odamlarcha hozir besabr bo'lib ketganmi, kutmaydi-da, undan ko'ra qarasa, u ham mahsulot yaxshi. Men tarmoqli marketingda hech qachon yomon mahsulot qo'yadi demayman. Hamma kompaniyani mahsuloti yaxshi. Bizda qulaylik tarafki, tayyor do'kon turibdi, yugurib borib do'kondan oladi va bemalol ishlatadi.
Shuning uchun aytamanki, hozir Greenleaf'da har taraflama, ya'ni insonlarning hayoti o'zgaryapti. An'anaviy biznes, ya'ni yo'lida, ya'ni do'kon ochib ham katta daromadlarga chiqayotgan shogirdlarim ham juda ham ko'p. Va ikkinchisi, reklama menejerlari shogirdlarim ham ko'p. Chunki nima uchun hozir Greenleaf ishlaydi? Ya'ni an'anaviy biznesdan o'laroq farqi, ya'ni bizda Greenleaf'da, ya'ni reklama agentlari ko'p. Reklama agentlarning hisobiga mana shu 300 ta do'kondan, ya'ni o'zini doimiy iste'molchi, mamnun iste'molchi klientlari bo'ladi. Yana bitta imkoniyatini aytib o'tmoqchi edim, men o'zim kuzatganim. Ya'ni birorta biznes qilmoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmaganda $10,000 tikishingiz kerak bo'ladi. Oddiy bitta do'koncha ochsangiz ham mahallada ichiga 5,000, 10,000lik tovar kirgiziladi. To'g'ri. Lekin sizda mana shu nima uchun noldagi ayollar ham buni qilib ketib millioner bo'lyapti? Men kuzatishimga ko'ra, boshlang'ich to'lovini, hamkorlikni to'layapti-da va unga ham sayohatni beryapti, ham katta daromadni beryapti, ham mahsulotni beryapti-da va kichkina puldan butunlay juda ham katta daromadga chiqib ketyapti-da. Hattoki mana shu direktorlar, yulduzlarning olayotgan oyligini eshitganlar juda hattoki havas qiladigan darajadagi oyliklar olishadi-da. Bunaqa oyliklar O'zbekistonda yo'q. Rasman yo'q, to'g'risini aytaman. Men o'zim haqiqatda juda havasim kelganda, bu ham demak o'sha nolda o'tirgan, eri pul bermagan, eri urgan, ano hech kimmassan degan, hamma toifadagi ayollari o'zini kuchaytirib ko'tarib berishga bitta imkoniyat beradigan, sahnaga olib chiqadigan bitta kompaniyani bildim men o'zim. Albatta. Va nima uchun Greenleaf'da bayramlar ko'p, tadbirlar juda ko'p. Men kuzataman, sizni ham va boshqa shogirdlaringizni ham har kuni tadbir sizda va bular qachon ishlashadi degan qolganlarda savol bo'lishi mumkin-da, yoki sizlar o'ynab pul topasizlarmi? Bu ham savol. Gulnora, siz ko'proq o'zingizga qiziqqan savollarni berasiz, albatta. Chunki bizani o'sha tadbirimizni ishlagan jarayonimiz hisoblanadi. Chet elga sayohatga borganimiz, o'sha Tibet oromgohlarida borganimiz, o'zi ishlab kelganimiz hisoblanadi. O'laroq farq ko'ryapsizmi? Ko'pchilik ishlaganda, ishlash deganda og'ir kimnidir uyini tozalash yoki kimnidir uyiga borib ishlab kelish yoki ertalab 8 dan soat 5 gacha ishlash degan, ya'ni nima desam bo'ladi? Og'ir mehnat yo'q. Og'ir mehnat deb o'ylaydi. Aslida biz ham mana shu jamoaviy tadbirlarimiz hammasi mehnat. Chunki reklama bilan ishlanadi. Ya'ni biz jamoa bilan ishlaganimiz uchun ishlashimiz osonroq bo'ladi. Chunki bitta inson yuk ko'targani qat'iy, o'sha misol uchun 10 ta insonga 10 kilo yukni bitta inson ko'tarish og'irroq, to'g'rimi? Lekin 10 kilo yukni har bitta insonga 1 kilodan qilsangiz hech qancha bo'lmaydi-da. Demak, o'ynab pul topish xohlaganlar, marhamat, yozinglar shu yerga. Siz ham bu joyga qabul qilinishingiz mumkin. Albatta, faqat o'ynab deyiladi, lekin bu o'ynab orqasida qancha mas'uliyat, qancha majburiyat, qancha mana shu insonlarga bo'lgan fidoyilik, ya'ni o'sha boya aytganimdek, o'sha taklif qilingan insonlarni oldida o'sha yuz yorug' bo'lib harakat qilish. Lekin bitta narsa faqat ustozga bog'liq bo'lmaydi. Shogirdlarni o'zi doimiy talpinib harakatda bo'lish kerak. Nima uchun ustoz deb aytiladi? Mana shu tarmoqli marketingda. Ustoz deganda, chunki ustozni hech kim majburlab sen meni ustoz degan deyilmaydi-da. Men o'zim shu joyda meni ustoz deylar, men ustozman sizlarga degan emasman shu kungacha, chunki bilasiz, e'tirof ham, tan olish ham hech qachon majburiy bo'lmaydi, unga erishish kerak. Ustoz deganda mana qarangki, kevatda tetapoya qilib noldan kirib kelishyaptimi, shu insonlarga hayot chizig'i boy aytgan hammasini, ya'ni sekin-sekin punktma punkt o'rgatib boryapmiz. Ular mana shu bergan o'gitlarimizga amal qilyapti, hayoti yaxshi bo'lyapti, moliyaviy erkinlikka erishyapti va shu bilan shaxsiy rivojlanishyapti ayollar. Shuning uchun ham menimcha ustoz deb o'zlari tan olishgan bo'lsa kerak. Shuning uchun hamma joyga bo'lsa, hattoki Qozog'istondagi, misol uchun Qozog'iston, Qirg'izistonda unaqa termin yo'q aslida. Yo'q, unaqa ustoz degan, lekin hattoki ustoza deb gapirishadi, ular ham ustoz deb gapirishadi. Ular ko'rishdi, O'zbekistonda faqat ustoz shogird prinsipi an'anasi shunaqangi, hattoki xitoyliklarning o'zi ham tan berdiki, endi O'zbekistonda hamma ustoz deb bir-biriga qaraydi. Bu sizlarda juda ham chiroyli so'z deb, hattoki ular ham mana shu SNG davlatlarini ham hattoki ustoz deb murojaat qilishadi. Menimcha bunga yana bitta qo'shimcha o'zimning fikrim, aytishadi-ku, ustozni aytganini qiyin deydi.
qilganini ham qil, aytganini ham qil deyishadi. Endi mana shu paytda ustozga qarshi fikr bildira olmaymiz-ku. O'shaning uchun mana kimdir gap qaytarib qo'yishi mumkin yoki nimadir, lekin ustozga gap qaytara olmaydi. Ana o'shaning uchun ham biznesda yuqori odamlar tajribasi avtomatik tezlashib ketadi, bajarilishi. To'g'ri. Endi keling, siz bilan sayohatlar haqida gaplashamiz. Dilbar Usmonova mana shu korporatsiyaga kirganda nechta sayohatlar, bepul sayohatlarni yutib oldi va mana shu umuman hamkorlarga bir yilda nechta sayohatlar bor va qanaqa imkoniyatlar bor? Albatta korporatsiyamiz shunaqangi bir qo'li ochiq deymizmi, bir Alloh bizga shu korporatsiyani shunaqangi bir O'zbekiston, ya'ni ayollar, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga bir ajoyib bir shamchiroq bo'lib kirib keldi. Chunki mana qarangki, korporatsiyamiz bir yilda 2 martadan bepul sayohat, ya'ni beradi. Ya'ni bir yilda bir marta yaxshi ishlaganda avtopromotion imkoniyatlarini beradi. Bu juda ham kerak. Bu degani bitta avtomobilni pulimi? Yo'q, bu yerda o'ziga yarasha ballari bilan aylanmasiga qarab. Taxminan ayta olasizmi qancha summa bo'ladi? Endi bu hammaga har xil bo'lishi mumkin. Eng kichkinasi $3000 mi? Kichkinasi 2000 dan boshlanadi. Bir yilda bir marta. Bir yilda bir marta olish mumkin. Qo'shimcha narsa. Agar uni masalan 2 marta aylantirsa 4000, 3 marta bo'lsa, ballariga qarab o'zi beradi bu narsani. Demoqchimanki, mana shu daromadidan tashqari, mana bepul sayohatidan tashqari yana bu yerda eng muhimi O'zbekistonimizda yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini beryapti-da. YTTlar juda ko'p ochilib ketdi. Juda ham ko'p YTTlarimiz, juda ham ko'p. Hattoki do'kon YTTdan tashqari yana o'zini o'zi ish bilan band qilgan qancha insonlar bor-da. Misol uchun bitta do'konni o'zida 3-4 ta oila ishlaydi. 3-4 ta oilani yana qo'lida nechtadan sotuvchilarni ya'ni ish bilan ta'minlab ularga oylik beryapti-da. Bu juda katta narsa o'zi aslida. Qarasangiz. Men shuning uchun aytdimki, Alloh shuncha ham mehribonmisanki, mana shuncha qiynalgan ayollarni qozoni qaynayapti. Mana shuncha, ya'ni kimgadir allergiya toshadi, kimgadir mana har xil holat bo'lib, yana shu toza mahsulot bilan ishlab, kamiga sayohat qildirib, yana avtopromotion qildirib, yana insonlarni, ayollarni hali aytibdi kutish, negativ, ya'ni nojo'ya fikrlardan ko'ra pozitiv fikrga o'tib hamma narsaga chiroyli ko'z bilan qarashni o'rganish. Buni nimasi yomon? Men qoyil qolgan joyim, Dilbar opa, mana shu yerda birinchi ko'rganimda qishloqdagi ayollar, oddiy ayollar kelganda, ko'ylaklar kiygan, ro'mollar o'ragan, yuzlariga kremlar surmagan, oddiy jaydari samimiy ayollar. Lekin vaqt o'tdi, men o'sha ayollarni kuzatdim. Qarasam, xipchaday qilib kiydirib qo'ygansiz, kostyum, shimlarda kostyum yubkalarda pomadalar surilgan, o'ziga qaragan, ishonchi yuqori, davay qilayotgan, keyin sog'liqqa e'tibor beryapti, hattoki tishlari o'zgargan, chiroyli holatda va negativlar kamayib ketgan, yo'q bo'lib ketganda, keyin men aytibman, demak, ayollarga ke o'zingni o'zgartir, ke kiyimingni o'zgartir desa, birinchi navbatda moddiyat turadi-da. Pul kerak menga deydi, unga pul kerak deydi, erim deydi, o'zi pampersga pul bersa, men pulni qayerdan olaman deydi. Lekin men ko'rdimki, bu yerda birinchi pulni ko'rsatilyapti. Ya'ni kelinglar, hayotinglarni o'zgartiringlar deb pul ko'rsatilyapti va pul kelgandan keyin ayol nima qiladi? Albatta o'sadi, rivojlanadi-da va o'ziga sarflayapti-da va shu bahona oilada go'zal ayol yaralyapti, go'zal ona yaralyapti, muhit yangilanyapti va mana shu treninglar ko'p uyushtirasizlar-ku, majbur ular treningga borishga va majbur o'zidan o'zi o'zgarib ketyapti, yuqoriga o'syapti. Keyin men aytaman, Dilbar Usmonova O'zbekiston ayollarini biznesga olib kirdi va plus psixologiyani yoppasiga yangilab bir qatlamni ikkinchi qatlamga olib o'tib 3, 4, 5 ga olib chiqib ketdilar deb kuzatdim deb psixolog sifatida. To'g'rimi shu fikrim? Albatta, hozir siz mana o'zingizni nuqtai nazaringizdan, mana siz ilmiy tarafdan hozir buni asoslab berdingiz. Aslida menda shunchaki amaliy tarafi bo'ldi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Hozir mana birinchi kelganda shogirdlarim 5 yil, 4 yil, 3 yil oldingi rasmlari bilan ko'rsangiz, hozir bir-biriga umuman to'g'ri kelmaydi. Ularning fikri, o'ziga bo'lgan ishonchi. Agar har bitta shogirdimizni bittalab agar gaplashadigan bo'lsangiz, hayotida shunaqangi qiyinchiliki, ya'ni nima desam bo'ladi?
shunaqa noldan nahotki bu ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bir xilda o'zim ham hayratda qolamanda. Hozir ularni ko'rib ko'zim quvnaydi. Hammalari shukur, rahmat ustoz, boringizga shukur deganda aytamanki, ancha semiraman, mazza qilaman haqiqatda Gulnora. Chunki bitta insonni hayoti uchun o'zgarishi uchun siz o'shanga sabab bo'ldingizmi, eng baxtli insonsizda. Qarang, O'zbekistonimizda qanchadan qancha ayollar oilasi o'zgaryapti. Yana bitta narsani aytaman sizga. Bizda ko'proq parichkalar ishlaydi. Ya'ni xotinlar, eri qachondir o'sha военный sohasida ishlaganlarim juda ko'p. Ya'ni erlari o'sha pensiyaga chiqqandan keyin rosa qarshilik qilgan, ya'ni tushunmovchilik bo'lgan bir-birlariga. Lekin eng qizig'i hozirgi kunda shunaqa ahil oilaga aylanishdi. Pul topgandan keyin yarashib ketishdi o'shada bular. Qanaqadirchi, o'sha boshqa ayoliga ham boshqacha ko'z bilan qarab, mana ilgari hali nima desam bo'ladi. Pul bor joyda sevgi bor degan yangi maqol keldi hozir menga. Bilmayman-ku, lekin meni tajribamda ko'rdiki, yana ham munosabatlar yaxshi bo'ldi. Ya'ni nimaga? Chunki ko'p narsa yo'qchilikdan ham chiqadi aslida-da. Oddiy er-xotinni bitta urishi, bitta pampers yoki o'sha kashasini yoki o'sha ayoli bitta pomadasini olib bermasa yoki uyiga kartoshka piyozini olib kelib bermasa, u erkakda ham o'zi aslida bo'lmasa qatdan olib bersin, to'g'rimi? Biz ayollar vaqt kelsa shu tushunmasdan erlarga davleniya qiladigan, ya'ni bosim o'tkazib, ya'ni shunaqa qiynagan paytlarimiz ham bo'lganda ayollarimizni. O'shanda aytaman, ular nima qilsin? O'g'irlik qilsin erkaklar. Ana shu holatda qarangki, moliyaviy erkinlikka chiqish uchun bir-birini qo'llab-quvvatlashdi. Hozirgi kunda o'shalarni oilasi janjal bo'lganini ham bilmaysizda, bilasizmi? Pul kelib turibdi-yu. Kelib turibdi, o'shaning uchun juda ham xursandman bu uchun. Pul bor joyda hamma narsa hal bo'lib ketyapti. Men bundan xursandman va O'zbekistonga mana shu korporatsiyani kirib kelganiga 5 yil bo'ldi. Va men o'tgan yilgi mana shu 4 yilligida Humo Arenada bo'ldi. Juda ham katta tadbir bo'ldi va men ham taklif qilindim va bu yerda qatnashdim va menda bitta savol. Hech qaysi korporatsiyada men prezidenti kelib $1000 lotereyaga qo'yib sahnada tarqatganini ko'rmaganman-da. Bu yil necha $1000 sahnada tarqatiladi? Lekin juda ham ko'p. Bu yil ham bilishim bo'yicha Williams janoblari lotereya o'yinlariga pul mukofotlarini qo'yilgan juda ko'p. Unaqa oldingi yil xolodilnik, televizor, bu yil faqatgina pul qo'yishdi. Juda ham xursand bo'ldim, chunki baribir bu pul motivatsiya hisoblanadi. Tim bo'li bunaqa millioner insonni qo'lidan olish bu yilgisi ham juda ham o'zgacha bo'ladi. Yangi mahsulotlarimiz reklamalari chiqyapti. Chunki nimaga? Greenleaf korporatsiyasi know-how, ya'ni yildan yilga o'zini ustida ishlaydigan yangi mahsulotlarni, ya'ni yiliga kamida mana shu 600 ta yangi mahsulotlarni kirgizib kelinadi. Shuning uchun bu yilgisi juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, barcha O'zbekiston hamkorlarimizni bu joyga qatnashishlarini xohlayman. Bu yilgisi juda o'zgacha bo'ladi. O'tgan yil Dusmonov va Ozoda, Sevara Nazarxon kelganda shou bo'lgan. Haqiqatda shou bo'lgan. Bu yil ham shunaqa san'atkorlar kelish kutilyaptimi? Bu yil ham san'atkorlar etilgan. Albatta, Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Albatta lotereyalarni yutib olishga tayyormiz, ochiqmiz sovg'alarga. Xudo xolasa bunga ham borishga harakat qilamiz. Dilbar opa, mahsulot bozorda juda ko'p, tan olish kerak. Men o'rtada betaraf inson sifatida aytmoqchiman. Va tomoshabinlarda savol bo'lishi mumkin. Nima sizni kuchli tarafingiz bo'lishi mumkinki, men sizni mahsulotlaringizni sotib olishim kerak. Chunki biznesda, marketingda men o'qiganimda aytishadi, sizni biznesingizda siz o'zingizga savol bering. Mijoz nima uchun mendan sotib olish kerak va meni unikal, ya'ni hech kimga o'xshamagan nimam bor degan savol. Greenleafni nima unikal, hech kimga o'xshamagan tarafi bor yoki mahsuloti borki, bunga hamkor bo'lish kerak? Juda ham yaxshi savol berdingiz, Gulnora. Qarangki, o'zi aslida bizni Greenleaf mahsulotini siz sizga ishlatishingiz uchun siz majbur emassiz o'zi aslida. Lekin qarangki, nima uchun odamlar hozir kundan kunga mana shu mahsulotlarni o'zlari borib shu magazindan, ya'ni Greenleaf do'konlaridan olishyapti. Savol. Demak, bitta narxi arzon va bu o'zlari uchun olingan mahsulotni orqasida bular uchun yaxshi imkoniyatlar ham beriladi.
oilasiga ekoproduksiya olib kiryapti. O'sha salfetkalarimiz hammasi bambukli, ya'ni shampunlarni ishlatib maza qilasiz. To'g'ri, ko'chada juda ham ko'p, raqobat ko'p. Aynan nima uchun hozir Greenleaf mahsulotlarini juda ko'p hamma sevib olyapti? Sababiki, yana qaytarib, yana sog'liqqa kelamiz. Chunki xohlaymizmi, yo'qmi, birinchi o'chit hozir global sog'liq bo'lib turibdi. Ya'ni qanchadan qancha insonlar allergiya, qo'liga narsa toshyapti yoki bo'lmasam allergiya yoki biron bir sog'liq uchun jamiki insonni jonidan boshqa Greenleafda hamma narsa bor. Shunaqa deb o'ylayman. Unikal, ya'ni kuchli tarafimiz tozaligi, ekologik tozaligi narx sifatida juda ham yaxshi, hamyonbop bo'lishi va yana buni ketida imkoniyatlari ham bor. Qulay sotib olish yo'lga qo'yilgan, Albatta. istalgan tochkadan topish mumkin hozir do'konlar va o'zim kuzatdimki, ofisda, do'konda ayollar shunchaki sotish uchun korzinka qilib olib ketishyapti-da. Sotishar ekan uni ustiga qo'yib. Chunki 50% da Va olishyapti-da, arzon 100% sotishyapti-da. Va men o'zim iste'molchi sifatida bitta mahsulotlarni yaqinda ichib ko'rdim, echki suti. Men mana shuni ham aytgan bo'lardim, kuchli taraf. Balkim men bilmasman, men boshqa joyda echki sutini ichmaganman. Ya'ni tuya suti bor ekan, uni hali ichib ko'rmadim. Lekin shunaqangi tabiiy, shunaqangi svejiki, xuddi hozir sog'ib kelganga o'xshar ekanda. Keyin aytdim, ha dedim. Demak, o'sha har bir mahsulotini o'zini egasi bor, o'zini ishlatadigan odami bor va vibr ko'p ekan bu yerda. To'ppa-to'g'ri. Mana hozir echki suti deysiz, tuya suti deysiz. Odamlar hozir qarangki, tabobatda jigar kasalliklarida tuya sutini borib qattandir ichib kelishadi, to'g'rimi? Lekin haqiqatda bizda tuya sutlari bor. Biz mana zavodlarga borganimizda, Xitoyga borganimizda shu darajada ko'rdikki, hattoki echki, tuyalar yeyotgan kombikorum ovqatlar ozuqasigacha e'tibor berilgan, ko'ryapsizmi? Ya'ni nima yesa yig'ib bu yoqdan sutini chiqarish emas. Ya'ni ularni organizmga kerak bo'lgan o'sha mikro elementlar bilan to'yintirib, ana o'shalardan tayinlangan, ya'ni nanotexnologiyada sutlari bor. U sutlari nima qiladi? Mana oddiy mana tuya sutini o'zini aytaman, jigar kasalligi juda ham ko'p, to'g'rimi? Immunitetni ko'tarib beradi. Jigarni, ya'ni o'lgan, ya'ni zararlangan hujayralarni qayta tiklashga yordam beradi. Bu koni foyda bo'lib turibdi. Shunaqangi tuya sutli konfetchalarimiz bor. Uni bolalarga, misol uchun ko'chadan har xil shirinlik konfetchadan bergan sumkasiga, ikkita bog'chasiga yoki maktabiga solib bersangiz, ana o'shani yersa ham ozuqa bo'ladi, ham mikroelementlarga bo'lib, ya'ni immunitetini ko'tarib turadi. Cho'pis bergandan ko'ra bolalarga to'ppa-to'g'ri. yaxshi mahsulotlar juda ko'p. Bugun juda ham qizg'in va foydali suhbat bo'ldi. Rahmat. Ustoz, siz menga ham ustozsiz, chunki sizdan ham juda ham foydali bilimlar olganman, eshitganman. Va shuning uchun ham sizni bugungi podkastimga taklif etdim. Mana shu studiyamizga kelganingiz uchun tashakkur va xudo xolisa siz bilan yana keyingi mana shu treninglarda ko'rishamiz. Balkim o'sha biznes bilan psixologiya birdamlikda borganda men ham chunki biznesmenman. Chunki pul bilan ishlayman, o'zimni kompaniyam bor. Mana shu sohada birdamlikda bilimlarni birga bo'lishamiz degan umiddaman. Rahmat. Sog' bo'ling. Ajratgan vaqtingiz uchun ham sizga ham rahmat. Rahmat. Podkastimizda yana kimlarni ko'rishni xohlar edingiz va keyingi suhbatdoshimizga kimlarni taklif etishimizni xohlar edingiz, albatta izohlarda yozib keting. Va aytgancha yana bir gap, sizga agar bu fikrimiz yoqqan bo'lsa yoki e'tirozlaringiz bo'lsa, biz e'tirozlar va takliflarga ham ochiqmiz. Bemalol kommentlarda fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Demak, men psixolog Gulnora Sobitova va Dilbar Usmonova 5 yulduzli millioner xonim, O'zbekistondagi va MDH davlatlaridagi juda ham katta ustozlardan biri bugun bizning mehmonimiz bo'ldi. Rahmat. Yana bir marta xush kelibsiz. Rahmat.